BYD chempion mashinasi, to'liq kuzovi, broneplyonka bo'lgan holati va night paketda black piano qilib berdik bu mashinani. Mashinamiz absolyutni tayyor. Xudo xolisa egalariga topshiramiz. Yangi mashina, kerakli ishlarni hammasini qilib berganmiz. Oldi atirmalni so'zlashni bo'lgan, lyuklarigacha daj qilib berganmiz. Krugovoy tonirovka, black piano, plus salonlarning yatsilari bo'lgan ichkarida, ham zona rish joylari hammasini plyonka qilib berganmiz. Dajman plasmas joylariga ham и elektron paroklarni taqib berganmiz. Rostlan bitta yopib qo'yamiz. Cho'tki turadi. Bu yerda limushinamiz xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Krugovoy tonirovkalari qoldi bu mashinani. Ichkarida voyaq free mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinaning oldi mordasiga lyuks paketga broneplyonka qilib berishga qoldik. Hozirda ish jarayonlari boshlanib ketdi. Laboylargacha daj bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerda yana bitta chempion olib qo'yganmiz. Hali nomer ham taqilmagan mashinaga. To'liq polirovka, keramik ishlarini qilib beramiz. Xullas, akalar xizmatlar bo'yicha bemalol o'zingizdan murojaat so'raydi. Olmazor joyimiz shtatniy rejimda ishlayapti.